Bugungi kunda tartibsiz hayot kechirish, sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik, belgilab berilgan cheklovlarni bajarmaslik, gohida ehtiyotsizlik va eng achinarlisi, ayrim hollarda qasddan og'ir turdagi kasalliklarni yuqtirish bilan bog'liq bir nechta holatlar aniqlanib, jinoyat sodir qilgan shaxslar javobgarlikka tortilmoqda. Buxoroda yana bir shunday holat aniqlandi. Shofirkon tumani Iskogari mahallasida yashovchi 1972-yilda tug'ilgan shaxs 2018-yil 29-mart kuni viloyat OITSga qarshi kurashish markazi xodimlari tomonidan OIF infeksiyasini yuqtirib olgan shaxs sifatida ro'yxatga olinib, O'zbekiston Respublikasining OIF to'g'risidagi qonuni bilan tanishtirilib, o'zining OIF statusini bilgan holda OIF infeksiyasini boshqa shaxslarga yuqtirganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi to'g'risida ogohlantirilib, tilxat olingan bo'lishiga qaramasdan o'zining OIF infeksiyasiga chalinganligini bila turib 2022-yilning 23-fevral kunidan 2023-yilning iyun oyiga qadar o'zi bilan birga qonuniy nikohsiz yashab kelayotgan 1978-yilda tug'ilgan fuqaro bir necha marotaba himoya vositalarisiz o'zaro jinsiy aloqada bo'lib, OIF infeksiyasini yuqtirgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 113-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu shaxsning yana necha nafar fuqarolarga ushbu kasallikni yuqtirgani yoki yuqtirish xavfi ostida qoldirgani bo'yicha tezkor surishtiruv hamda tergov harakatlari olib borilmoqda.